Va nihoyat nasib qildi. Hozir juda ko'pchilik ko'zdan yosh bilan vatandoshlarimiz qarshi olyapti. Ayting, futbolchilar nimani his qilyapti? Qanaqa kayfiyat? Bismillah. Avvalambor hammaga katta rahmat. Hozir mana shu 34 yil deganingizga ko'zim yosh keldi. Chunki faqat jahoncha beradigan qonday ko'z yosh chiqyapti. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi, mana quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. O'ylaymanki, biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarni yutug'i emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizni qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarini bayrami. Mana shuni ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqda bo'lsa, mana shu hajlarda, uzoqda bo'lsa davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'shaning uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda, ertaga Qur'on hayiti, bugun Arafa kuni, mana shunday ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki, biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi. Allohga bersam shukr. Otabek aka, men nafaqat o'zimning nomimdan, butun xalqimizning nomidan barcha futbolchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, vatanparvarlik uchun, mana shunday o'yin uchun, mundial yo'llanmasi uchun rahmat. Va aytardimki, yana bir bor o'sha ko'pni duosi ijobat. Bizga oldin har doim bir qadam yetmasdi. Mana shu ko'p kishi xohlab, ko'p kishi qo'llab-quvvatlab, mana butun xalq qo'llab-quvvatlagani uchun mana bizlar bitta o'yin oldi, o'z vazifamizni bajardik. Allohga bersam shukr. Yana bir bor butun o'zbek xalqini, butun bizga xizmat qilgan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat kattakon.